بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qadamiylarga hasanot ko'rsatgan oqibatiylar, tashrifiylarga Alloh ajrlar bersin. Bugungi kunlarning sayyidi juma ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Bugungi suhbatimiz dinimiz o'gitlarida vaqtning qadri borasida gaplashamiz. Vaqt haqida. Alloh taolo bandalariga ato qilgan umr inson uchun bu juda katta ne'mat. Ayniqsa dunyo mashg'ulotlaridan ortgan bo'sh vaqtimiz biz uchun juda ham qimmatli oliy ne'mat. Qaysi bir inson mana shu vaqtidan unumli foydalangan bo'lsa, o'tmish tarixda ham, bugungi kunimizda ham vaqtni g'animat bilgan odam katta natijalarni qo'lga kiritgan. Agar banda bo'sh vaqtini o'tayotgan umrini behuda narsaga sarflasa, har ikki dunyoda baxtsizlikka uchraydi. Vaqtini g'animat bilmagan odamni dini ham, dunyosi ham nuqsonli bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Fa iza farag'ta fansob va ila robbika farg'ob. Bas ey Muhammad, qachonki namozdan forig' bo'lsangiz, ya'ni ibodatni ado etib bo'lsangiz, o'rningizdan turing va Robbingiz sari rag'bat ila yuring, ya'ni duo qiling, Robbingizga rag'bat qiling deb Alloh marhamat qilyapti. Musulmon kishi shu dunyo ishlari, tirikchilik yumushlaridan bo'sh vaqt topsa, Robbisiga yuzlanishligi, dunyo va oxirati uchun foydali bo'ladigan ishlarni qilishligi ham kerak albatta. Mo'min odam dunyosi deb oxiratini esdan chiqarmaydi. Oxiratni deb dunyosini tashlab qo'ymaydi. Bu o'tayotgan umrimizda ikkisini ham albatta esdan chiqarmagan holda iymonimizni ham, dunyoyimizni ham obod qilishlikni payida bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Aslida avvalgi payg'ambarlar va ularning ummatiga qiyos qilsa, ummati Muhammadning umri juda ham oz. Avvalgi payg'ambarlar va ularning ummati juda ko'p yashashgan. Umrlari uzoq bo'lgan. Ummati Muhammadning umri oz. 8 soat uyqu bo'lsa, 75 yil yashagan odamni 24 yili uyquga ketar ekan. Agar 8 soat chiqarib tashlasak, 24 yil umr uyquga ketib qolar ekan. Tarixda, o'tmishda ajdodlarimizning imkoniyatlari juda oz bo'lgan, lekin natijalari katta bo'lgan. Imkoniyat oz bo'lgan. Bir joyga borish uchun vaqt ketib qolgan, oylab kun o'tib ketgan. Lekin ularni bajargan ishining natijasi katta bo'lgan. Imom Navaviy hazratlari 40 yil yashaganlar. Lekin 500 ta asar yozganlar, 500 ta kitob yozdilar. Onalariga qarab turardilar. Ona og'ziga ovqat solardi. Yana kitob, ilmga qarardilar. O'sha bir luqmani chaynash va yutishga qancha vaqt ketadi? Shu vaqtdan qizg'anib ilmga qarar ekanlar. Chaynab yutib, yana keyin onalariga qarardilar. Ona og'ziga ovqat solardi. Islom olamida eng ko'p kitob yozgan zot 870 ta kitob yozganlar. Va aytdilarki, huzurimga keladigan mehmonlar va ular bilan savol-javob meni vaqtimni oldi, bo'lmasa men 1000 ta asar yozgan bo'lardim degan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir hadis bor. La taqumus sa'a hatta yataqarabaz zaman. Imom Muslim rivoyati. Qiyomat qoim bo'lmaydi
vaqt tezlashmaguncha, ya'ni zamon tezlashmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Bir yil bir oydek, bir oy bir haftadek, bir hafta bir kundek, bir kun bir soatdek o'tadi deb Rasululloh marhamat qilyaptilar. Sizga ham xuddi shunday tuyulyaptimi? Bugun jumaga keldingiz, o'zi kecha jumani o'qimovdikmi? Kechagina juma o'qidik. Go'yoki shiddat bilan vaqt o'tib ketayotgandek tuyulyapti. To'g'rimi? Go'yoki vaqtda unum yo'q, baraka yo'q deb tuyulyapti. Aslida vaqt o'zgargani yo'q, azizlar. Vaqtni bebaraka qiladigan, barakali qiladigan bandaning o'zi bu. 24 soat 1440 daqiqa bo'ladi. O'sha daqiqa, o'sha soat joyida turibdi, yo o'zgardimi? O'zgarsa, yerning aylanishi o'zgarsa, agar tezroq aylansa yer sovib ketadi. Yerning aylanishi sekinlashsa, yer kuyib ketadi, qizib ketadi. Vaqt o'zgargani yo'q. 24 soat 1440 daqiqa 10-asrda ham, 15-asrda ham, 21-asrda ham shunday turibdi. Bo'lmasa nega bizga bunday ko'rinadi? Buni ikkita sababi bor ekan, azizlar. Vaqtda go'yoki bir tezlashib ketgandek tuyulishligini sababi ulamolarimizning ta'rifi bo'yicha ikkita holatda. Birinchisi, bizning imkoniyatlarimiz tezlashib ketdi. Masalan, Toshkentdan Marg'ilonga ilgari 3 kunda borishgan. Angren tog'laridan o'tib, otda. Hozir 3 soatda borishyapti. Toshkentdan Madinaga 2,5 oyda borishgan. 3 oyda borishgan. Otda, ulovda, piyoda. Hozir 5 soatda borishyapti. Bizni imkoniyatlarimiz tezlashib ketdi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, biz bugungi kunimizni bolaligimizga qiyos qilamiz. Bolaligimizda 3 oylik kanikul o'tmas edi, shundaymi? O'quvchi bo'lganlar, hammanglar o'quvchi bo'lgansizlar-ku. 1 yildek tuyulardi. Mayning oxirida kanikulga chiqardik, ta'tilga. Sentyabr kelmas edi. Go'yoki 1 yildek tuyulardi. Cho'milib yurgan arg'ularimiz juda katta-katta arg'ulardi. Hozir borib ko'ring, u kichkinagina ariqcha ekan o'zi aslida. O'ynab yurgan tepaliklaringizni borib bir ko'ring. Kichik bir tepalik ekan, lekin bolaligimizda juda katta ko'ringanda, arg'ular juda katta ko'ringan. O'sha tepaliklar, baland tepaliklar ko'ringan. Bir muddat uzoq ko'ringan. Bolaning nazarida shunday bo'ladi. Bolaligimizda keksalar ko'p edi. O'sha bizni bolaligimizdagi keksalardan hozir ko'p keksalar. Biz ko'rgan keksalar o'shalar 60, 65, 70 yoshdagi otaxonlar bo'lishgan. Mana hozir 40 ga kirgan yigit sal soqol ko'rinib turgan bo'lsa, maktab bolasi doda deydi, to'g'rimi? Bolani nazarda siz juda katta odamsiz. Lekin o'sha 40 yoshli yigit men yosh bolaman deydi. To'g'rimi? Bola nazari bilan hamma narsa katta ko'ringan. Shuning uchun vaqt tezlashgandek bizni bugungi kunimizda tuyuladi. Biz o'zgardik. Bizni ishimizni ko'lami o'zgardi. Shiddat bilan hayotimiz rivojlanib ketyapti. Lekin vaqt o'zgargani yo'q, azizlar. O'sha vaqt joyida turibdi. Kim qanday hayotini o'tayapti, shunga bog'liq. Sizga vaqt yetmayaptimi? Odamlar bor, vaqt o'tmayapti. Kasalni borib bir ko'ringlar. Derazaga qarab o'tiribdi. Tong otmaydi u kasal uchun. Kun botmaydi. Shuning uchun shoir aytadi: Shodon kunda uzun kunlar o'tmas. Shodon kunda uzun kunlar yetmas. G'amgin kunda qisqa kunlar o'tmas. Shodon kunda uzun kunlar yetmas. G'amgin kunda qisqa kunlar o'tmas.
insonni hayotdagi yashash tarziga bog'liq. Bizni bu vaqtga bo'lgan munosabatimiz. Demak, sizga vaqt yetmayaptimi? Demak, ishingizni ko'lami keng, rejangiz ko'p, maqsadingiz ko'p, zimmangizdagi ishingiz ko'pki, vaqt yetmayapti. Bu yaxshi. Lekin odamlar bor, ba'zi ko'chaga chiqadi, uyga kiradi, ko'chaga chiqadi, uyga kiradi. 3 soatlab ko'chada o'tiradi. Vaqt o'tmayapti. Sizga vaqt yetmayaptimi? Demak, siz yaxshi hayot yashayapsiz. Nimadir rejangiz bor, maqsadingiz bor. O'shalar sali shoshilib, vaqtning o'tganligini sezmay qolyapsiz. Shuning uchun azizlar, vaqtni biz qanday o'tkazishligimiz bu bizni o'zimizni hayot tarzimizga bog'liq bo'ladi.